Assalomu alaykum azizlar. Mana kechadan beri bütün Xorazm san'at ahli, nafaqat san'at ahli, oddiy odamlar, barcha muxlislar chuqur qayg'uga botdilar. Ustozimiz betakror san'at sohibi Rahmatjon Qurbonovni bu dunyoni tark etganligi bizni qalblarimizni, yuraklarimizni junbushga keltirdi. Kunlardan bir kun Rahmatjon ağa bilan O'zbek konsertda Hamidbek Safoyevning kabinetida shunday bir suhbat bo'ldiki, Oybek, mazam bo'lmayapti. Qiynavordi bu dard. Bir pas dam olaman deganida men hazilomuz endi hazillashib turardik. Rahmatjon ağa, siz o'lmang. Siz o'lsangiz ham bizlarga tushadi. Konkurslar o'tkazishimiz kerak. Rahmatjon Qurbonov nomidagi konkurslar. Bir joyga haykalingizni o'rnattirishimiz kerak. Uy muzeyingiz bo'lishi kerak. Bir ko'chaga nomingizni berishimiz kerak. Shu ishlarga, shuncha ishlarga biz boshqarish olishimiz kerak. Hali ijod qilavering desam, u ham kulib, mayli, sizlarga tashvish orttiradigan bo'lsam o'lmay qo'ya qolaman dedilar. Ertalabgacha bugun shu Rahmatjon Qurbonovning o'zi qo'limga sovg'a sifatida bergan San'atning sirli olami degan kitobini o'qib chiqdim. Ertalab she'r yozdim. Xorazm san'atin ori uzildi. Nichik deb hol so'rar yori uzildi. Dovudiy ovozga qarab tortilgan, eng baland sozlangan tori uzildi. Jonli ijro mulkin sultoni ketdi. Sehrli yaralgan qo'rg'oni ketdi. Jonini baxshida etdi rahmatga. Ilmning Rahmatjon Qurboni ketdi. Yerni sevar edi. Yeriga ketdi. Inshaalloh jannatning eliga ketdi. Millionlab muxlislar qalbiga kirgan dildosh edi. Haqning diliga ketdi. Jannat kuylarini chalishga ketdi. Endi ravon dadil yurishga ketdi. Xalq hofizi degan buyuk unvonni Allohning o'zidan olishga ketdi. Feruz suvoraning koniga ketdi. Eng yorug' yulduzlar soniga ketdi. Men ham xushovozni tinglayin deya Hazrati Bilolning yoniga ketdi. Rostini haq yonda so'ylashga ketdi. San'atning qadrini o'ylashga ketdi. Otajonu ortiq Olmaxon kabi Komiljon yonida kuylashga ketdi. Ruhi bulbul degan qushiga ketdi. 7 qat osmonning ichiga ketdi. Ijod qil, ijodda hikmat ko'p deya Tilloning tongdagi tushiga ketdi. Xorazm san'atin ori uzildi. Nichik deb hol so'rar yori uzildi. Dovudiy ovozga chidamay bugun eng baland sozlangan tori uzildi. Ruhlari shod bo'lsin.